12 sotik nominal joy izlaganlarga Qipchoq trassi va madaniyat, ya'ni To'lqinning sentriga kirishda yo'lning bo'yinda 12 sotikli nominal joyimiz sotiladi. To'lqinning sentridan 12 sotikli nominal joy sotuvga chiqyotir. Tumanda gruplari yo'lning bo'yinda manaki joylashgan nominal joyimiz 5000 so'm bilan Mang'it sentriga yetib olsangiz bo'ladi. Endi bu yog'imizda bo'ton bo'lsa, maktab bog'chasi 200-300 metr chiqadi. Maktab bog'chaga yaqin gaz, to'q, suv, svet hamma narsasi bor. Hech narsadan muammo yo'q. Oldinda manaki archalardan chiroyli bo'lib turibdi. Bu yog'imizda manaki kirgan joyimiz 12 sotikli nominal joyning yeri. Bu yog'imizda mashina qo'yish uchun joy. Mollarga bir laykni bosib ketamiz. 12 sotikli nominal joyimiz ko'rsatsa bo'ladi. Xo'p, orqa tarafında qo'ralari hamma narsasi bor. Zil-pil, traktor kirdirish uchun darvozalarni ham chiroyli etib tuzatib qo'ygan ekan. Bu yog'imizda manaki katoxonalari hamma narsasini ishlagan, topchanlari bor, chetaklari bor. Mana shu uyimiz. Endi uyning ichki tarafini bir qator ko'ramiz. Uyimizning ichki tarafi kirgan joyimiz, bu yoqda manaki rakovinalar hamma narsasi bor. Birinchi kuxnyadan boshlaymiz manaki. Kuxnyamiz холодильник hamma narsa qoladi deyapti. Ko'rpa to'shaklarni olib ketamiz deyapti. Batareyalardan, cho'yin batareyadan chiroyli etib montajlarni qilgan ekan. Bu yog'imizda manaki balkon, 12 sotikli balkoni hisoblanadi. Hamma cho'yin batareyadan bo'lgan ekan. Temir turbalardan manaki ko'rsatsa bo'ladi. Bu bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bunday batareyalarning qadrini. Mana bu zalimiz. Normalniy holatida turibdi. Bir sirtqi fasadga mehr berib kerak. Keyin banyaga ozgina mehr bersa bo'lgani. Mana shu uyimiz. Zato gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Bu yog'imizda yana bir xonasi manaki. Bu yog'imiz bo'lsa, yana bir xonasi mana. Ko'rib turganingizdek, hamma yer cho'yin batareya. Buning qadrini bilgan biladi, bilmagani o'zi biladi deganday. Hamma yer pilos pollangan. Xonalar, birgina kuxnya chiroyli etib kafellanib tuzatilgan ekan. Mana shu uyimiz xudo xohlasa sotuvga qo'yilib, konditsionerlardan bor ekan. Xo'p, bu uyning narxiga keladigan bo'lsak, bu 12 sotikli nominal joyimizning narxi 410 million so'm aytib, maktab, bog'cha hammasi yaqin. Hech narsadan muammosi yo'q. To'g'ri kelib yashayverasizlar. Sirtqi fasaddan ozgina mehr kerak bo'ladi. Kimga shu anda uylar kerak bo'lgan bo'lsa, Mang'it Makler kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin ham chiroyli videolarni, reklamalarni chiqarishga harakat qilamiz uylarda. Va albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sababi har bir video yuklayotgan vaqtimizda sizga to'g'ridan-to'g'ri ko'rinishi uchun. Hamma yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it Makler kanali bizni kuzatishda davom eting.